Jo'ralarim keldimi? Xavotirman, biz sherdamiz. Ey turmusakchilar, adashyapsizlar. Opa, kuyov jo'ralar shular. Kechinglarni yapayki, jo'ralar to'yga aytsam, qonimiz qopdek biz zaksga borgan uyalamiz deb, o'rniga bolalarni jo'natib bergan. Voy o'lmasin. Dur, bolalarga ayt, o'yna kuyovga o'ynab to'yda bir qizdirsin. Qo'shiq o'ynaymiz deyapti. Ha, qaysi qo'shiq o'ynar ekan? Seni traktor etsa, yoraveramiz. Yana bir ikki yil kechroq uylanganimda bebi isha tutturga kirib bor ekanman-da. Oldimga tish birgani erkagi. U bo'ldi, bu bo'ldi. Obid xotinli bo'ldi. Mana bolalar bir ota-onasi bormi yo'qmi? Nima bular bitib baqir-chaqir qilyapti? Hozir kuyov jo'ralar kelib qoladi. Kuyov jo'ralar shular. Bu kuyovam 40 ga kirib o'ylanaptim deyman. Kuyov bola tabriklayman. Uyga kiringlar qani. Ha, jo'ram yo'q desam, mana bitta bo'lsa ham jo'rang kelibdi-ku. Opa, sharmanda qilmang, bu kishi qaynatam bo'ladi. Kechinglar men o'ylaydi. Kelinni olib chiqish kerak, jo'ralarim qani? Hozir ozgina o'ynab olaylik. Shukunlarni ko'rguncha sunnat to'yimda ertasi kuni o'ylab o'lamidi? Menga qarang, ichkariga kirganda samiglarni hayajonlanmang. Jatircha dada zaksga kelishga vaqtim yo'q, o'rnim qo'lim boradi degan andamadim. Endi bo'g'on aql o'rgatyapsanmi? Birgan bojasi, onangni bir avval uy olay, mashina olay deb kirib, hammadan kechinglanib, kunim shtirmasakchalarga qoldimi? Ha, jo'rajon, sen shu yil uylansang, uylanding, keyingi yil uylansang, bundan 5 battar bo'ladi aytib qo'y. Boboycha.